Yomon so'ramadim 115 million aka. Naq 115 million beraman. Qancha yurgan? 100 qancha yurgan aka? 125. Bir ko'rikdan o'tgan aka. Ha? Yili 24. Nima deysiz aka? 15 kam. Naq 15 beraman aka. Qarang, siz nima aka? Zafar. Zafar aka. Sizdan olib 5-6 million qo'yib sotmayman Zafar aka. 1 million qo'yib sotaman mashina ustiga. Hamma aytaman, 426 ni oldim, 1 million so'm ustiga qo'yib sotaman deb. Chekka aytaman, keyin Instagramga aytaman. Buni keyin hamma biladi, siz kelsangiz ham men 115 ga olingan mashina deb hamma biladi birdan. 116 million sotaman. Katta kam. Qo'shayvering qani. Yo'q, Zafar aka qarang mana. Do'stona ko'ringda. Endi xafa bo'lmang. Mashinangizda kraskalarini hazil-huzul qilib gaplashdikki, u aytganim shu mashinada mendan kim olsa ham siz bilmay olgansiz-ku. Lekin mendan bilib olsin deyman. Tushundingizmi? Yomon so'ramadim Zafar aka, bilsa bering. Kam deb beravering. Siz bilan Zafar aka, eshitinglar. Siz bilan meni kamim borki 5-10 millionga to'lmaydi. 500 millionga ham to'lmaydi. Odam zotni kami qachon to'lgan? Bir bersangiz mashinangizda bir kambag'alroq bir dehqonga minuvchiga beraman, mashina qurishga bermayman mashinangizni, o'ylamang. Minuvchiga beraman, olsin, minsin, maza qilsin. Siz bilan meni bir duo qilsin. Mart kelganingizga mart so'radim-da, mart gapiryapsiz. Barcha olib qo'ydim bolam. Endi marketni olgansiz, endi xo'p o'zi narxlar ham tushdi-da. Zafar aka, gap u sizning mashinangizga emas, o'zi narxdaylar. 52 million oldim. Ha, to'g'ri, men siz aldayapsiz demayman, necha pul olsangiz ham aldayapsiz demayman. Hozir mashinangizni aytamiz. Akalar 120 million so'm bo'lsa, 2024 Chobit sotiladi, oluvchi bormi? Olgan odamdan ham pul so'ramayman, ochiq ko'ring. Men roziman. Dedim chiqsa deb. Shu odamdan ham pul so'ramayman. 120 million naqd pulga oladigan bormi ichimizga? Zafar aka, bo'layotgan guringda, mayda guring qilmadim aka. 115 million naqd pul so'radim aka. Ya aka, 1.5 so'mga qaramang, ish qilyapsizmi? Aka sizdan olib foydalanib, men 5-10 million qo'yib sotayotgan joyim yo'q. 120 million deb hammaga aytdim. Olsa joni sog' bo'lsin. Aka, men sizda ham olgandan ham pul so'ramayman dedim. Tashni shagacha. Rang bilmay chiqnay. Qanday Toza chiqsa Bo'ldi aka. 116 bilan beraman, lekin bunga qo'shkilik joyi yo'q edi. Hozir 1 millionni biron nima deganingizga qo'shdim Zafar aka, lekin bunga qo'shiladigan joy yo'q edi. Hozir men sizdan 116 million olib, 117 million sotaman. 120 millionga kim olsa masaladan roziman deyapman. Hech kim olmayapti aka. Hozir 116 million berib, 117 million sotaman. Siz o'ylayotgan narxlarga sota olmayman buni. O'zi 1 million qo'yib sotaman. To'g'ri kelsa bering 116 million naqd pulga. Bormi barakangiz? Rozi bo'lib bering aka. Zafar aka, rozi bo'lib bering. Nima dedim? Men ham dedim haq qo'ydim. Yo'q, Zafar aka, nomardsiz demayapman. Siz meni gapimni oxirigacha eshiting-da, Zafar aka. Men shuni 117 million sotaman. Mana Instagramga chiqadi. 117 million sotaman aka. 117 ga ham sotmayman. Yo'q, aka. 5 million qiling. Zafar aka, ziyonni qo'ying. Zafar aka, to'g'ri tushuning aka. O'zi 17 sotaman, 18 ham sotaman demayapman men. Shuncha pulni tikib, kim shu ishni qilyapti hozir? Men qilaman aka. To'g'ri kelsa, to'g'ri narx so'radim, dangalga. Barakangiz bormi? 116 million naqd pulga. Yer qo'yilik. Yo'q, u kecha aytilib. Xo'p, abzorni aytib ketaman. 2024 Cobalt 1 kundan sal o'tgan, 104 ming yurgan. Xo'p, kraskasini aytaman. Kapot kraska, arqa kapot, radnoy kapot qo'yilgan. Bir ikkita joyi vakuumli joylari bor eshikka. Kim olsa 117 million, 116 million olindi. Ko'ringlar mana shunda.